Barchaga salom, sizlar bilan men Feyzruz. Bugun kompotni qishlog'ini qidiryapman. Shu atroflarga bo'lsa kerak. Qani mana o'rmonni o'tib olamiz. Yomon qorong'i ekan. O'z mana kompotni qishlog'i. Nimacha yopilgan eshiklar. Kompot. Mana bu yerga kompot nimadir qilyapti. Kiyimlar g'alati. Kompot do'stim, hoy. Nima qilyapti? Qani yaqindan borib ko'ramiz. Bu eshiklar yopiq. Qanaqadir yozuv yozilgan ko'rinmayapti. Qani bu yerga aylanib o'tib ko'ramiz. Xo'sh, qani. Ana kompot. Nima qilyapti kompot? Qayergadir ketyapti kompot. Uyga kirib ketdi kompot. Yo'q, kirmabdi, mana bu yerga turibdi. Voy. Nima qilyapti kompot? Tushunursiz. Mana bu yerdan boraylik-da. Qani mana. Do'stlar, kompot nimadir qilmoqda. Ko'rinmayapti, tushunursiz. Kompot, ana uydan chiqdi. Tushunursiz, kompot nima bo'lyapti? Yo'q, eshiklarni yopib qo'ydi. Tushunursiz, nima qilaman endi? O'z bir ilojim. Hayda, kompotlar nimadir qilyapti. Nima qilyapti? Uyga kirib ketdi, tushunursiz. Kompot. Mana hozir ko'ramiz. Tushunursiz, bu yer qon bo'lyapti. Yo'q. Mana uylar, mana kompot nimadir qilyapti. Qani borib ko'ramiz. Voy, kompot. Tushunursiz. Mana bu yerga qo'y. Nima qilyapti? Nima qilyapti? G'alati, meni ko'rmadi. Tushunursiz, ko'rib qoldi. Kompot yo'q. Kompot. Qanaqadir qo'rchoq. Yo'q, qon diyor, tushunursiz. Voy, bu yerda ham qon. Nima bo'lgan bu qishloqqa, tushunursiz. Yo'q. Mana bu yerga yozuvlar zakrit deb yozilgan. Ammocha qon. Yo'q, bu yoqqa kompot. Yo'qolib qoldi kompot. Qanisan? Kompot, qanisan? Mana bu yerlar qon bo'lyapti, tushunursiz. Oy. Xo'sh, hozir topamiz. Mana bu yerga ketgan qon izi. Qani borib ko'rishimiz kerak. Xudo haykal turibdi. Mana bu yer qon. Mana yana qon. Qani tushib ko'ramiz.